Vay vay, acayip çıkmadı ama tamam. Hozir buritib qardash tomoqni chiqadi. Vay adaş bek asta bu aşkından davamlılık gelsem işte tez çıkmaydı o da. Bugun shunday olib qolibdi. Odamchilik kelmasmi bugun? Osqana açılır. Bugun shunday olib qolibdi. Sabr qil adash. Adaşa avina cüret nimiş kayıptı o? Bağ mı ya o? Jurat duka ochibdi adash. Bak yaxshi men otdi juma dukun xaridadim shunday. Dukka içtim atıkı. Kolda iş gelmeydiğen güyle dukka içim oldu. Vay 4 günlük adaş görmez lan almayı. Vaqt berili adash. Ishlar yaxshi manson adash. Yurib ketsin adash. Vallahi bilmeye gayet demez. Kimchi orası o cüretin ağabeyisi gayret mi? G'ayrat deysa, g'ayrat doktorlik o'qib turadi degina shunday yaxshi. Bitirishchi ana ismi jismonlar. Doktorluk topladı da. Vay o adaş sizlerle okutqa vaqtim ko'rdik, sirtdan aqırlı mağdığa hechnim bilmaygan bir guygu. Yaxshi deydi shu vaqtda demakdir. Shunda tirishchan tejmi? Diplomni yolg'on mikin deyman juma shu kuni. Doktorlik o'qiy olamdan shu. Albatta mayli. Shunda yaxshi men otdi juma darslar ko'ramiz. Aslida shu vaqt kelganda. Adaş yine. Adaş adam güç yine adaş. Adaş yine. Bu güç yine adaş. Adaş bu güç yine. Adaş yine. Adam güç atsa adaş. Nime? Adem güçü. Biz bir mu'min, musulmon bo'lish sifatimiz bilan mushu g'ayvatning dunyo oxiratdagi xatirga faqat sal qaramasligimiz lozim. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ولا يغضب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه سلا öz ara g'aybat qilishmanglar. Sizlarning biringlar o'lib ketgan qarindishinglarning go'shtini yeyishni yaxshi ko'ramsizlar? Hargiz yaxshi ko'rmaysizlar deb bu oyatda g'aybat qilganlik o'zining eng yaxshi ko'rinadigan qarindishining ya'ni o'lib ketsa shuni go'shtni yeyishga o'xshatdi. Buningdimi bir fasohatlik, balog'atlik o'xshatish bo'lmasa kerak qarindoshlar.